Salom, meni podpischilarim. Yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Charchamasdan damlarni olib, bolalar kunini o'tkazdinglarmi? Hammalaringizni sog'indim. Va yana sizlar bilan chiroyli bir ochirim qilmoqchi bo'ldim. Xudo xohlasa yaxshi bir ochirim qilamiz degan umidda efirni boshlayapman. Hamma menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar energiyangizni oldim, niyatingizni oldim. Shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'rab 3 ta karta tashlab ko'ramiz. Aynan shu bugun uchun. Qachon sizni qarshingizdan chiqsa, shundan ishlaydi degan umiddaman. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, jinday urush janjallarda bo'lgani va bularni endi hozirga kelganda jinday bir-birlaringlar bilan tinchlanganinglar va yarashuvga kelayotganinglarni aytyapti kartalarimiz. Oilangizda yoki ishda qandaydir bir jichcha diqqatchiliklar, siqilishlar, urush janjallar bo'lgan, nimalarnidir tolashuv, nimadir bir yoqmagan ishlar bo'lganmi, qandaydir bir hayotingizda yoki bo'lmasam ishingizda shunaqa ishlar bo'lgan deb aytyapti kartalarimiz. Hozirga endi tinchyapti deb aytyapti. Xo'p, yangilikni kelishi siz uchun Xudo xohlasa xush xabar kelyapti. Ozgina bir tushkunlik holatiga tushib qolgansiz. Oilangizda yoki bo'lmasam ishingizda bo'lgan jinday diqqatchiliklar sababli deyapti. Yangilik kelyapti, xush xabar kelyapti. Bu kelayotgan xush xabarni eshitmayapsiz, bilmayapsiz. Qanaqa xush xabar kelganini bilan ham ishingiz bo'lmayapti-da va siz o'zingiz bilan o'zingizni o'tgan hayotingizni muhokama qilib, shu bilan bir jinday to'xtalib qolganingizni aytyapti. Xo'p, yana bitta karta olib ko'raylikchi, nima der ekan. Albatta, yarashuv bo'ladi, hayotingizda o'zgarishlar bo'ladi. Balkim puldan muammo bo'lgandir, balkim bir hayotingizda jichcha diqqatchiliklar bo'lgandir, balkim bir-biringiz bilan ozgina bir urushganingizda keldi bo'lgandir. Bu narsalar Xudo xohlasa barham topadi va yana birga bo'lasizlar va chiroyli hayotda davom etasizlar. Ham pul tomonlama, ham moddiy, ham ma'naviy tomonlama o'zingizlarda bir o'zgarish bo'ladi deb aytyapti. Agar bu kartalarimiz qachonki oldingizdan, qarshingizdan chiqsa, shundan yuradi. Xudo xohlasa yana bir jinday turib, yana bir boshqacha bir ochirim qilamiz. Xudo xohlasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizlarni sog'inib qolaman yana.